Juda ko'pchilik Angren shahridan bo'lib to'lashga, ipotekaga yoki bo'lmasam kreditga uylar so'rayotgandi. Mana bitta uyni topib qo'ydik. Ko'rib turishingiz mumkin, mana katta eshikdan shundoq kirib kelayotishimizda oynalari bilan qo'yib qo'yilgan eshigimiz kutib oladi. Undan keyin o'tadigan bo'lsak, koridorimiz bor. Mana koridorimizni ta'mirlari ancha zo'r holatda, yaxshi qilib qo'yilgan. Bu yoqda 2 xonali kvartira bo'lgani uchun sanuzeli hojatxonalari alohida qilib qo'yilgan. Xo'p, 2 xona mana kirganimizda o'ng qo'limizda bitta eshik kutib oladi. Manzilimizni qaytarib aytib ketaman. Xo'p, Angren shahar 5-3 metanni shundoqqina ro'parasida 29-domda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib remontlari o'rtacha holatda bitta oila kelib turib mazza qilib yashasa bo'ladi. Bu joyda ko'rayotgan, o'sha videoda ko'radigan mebellaringiz hammasi qoladi bu yoqda. Hozirda o'zida ham bu joyda uy egalari yashab kelishadi. Xo'p, undan keyin mana to'g'riga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda sanuzelimiz, hojatxonamiz. Sanuzelimizni mana ko'rsatib o'taman. Ko'rishlaringiz mumkin, yaxshi holatda. Aytganimdek, uy egalarini o'zlari yashab kelishadi hozir ham. Xo'p, bundan keyin esa ko'rishingiz mumkin, mana hojatxonamiz. Hojatxonalarimiz ham yaxshi holatda. Undan keyin oshxonamizga kelamiz. Mana oshxonamiz, ko'rishingiz mumkin, oshxonamizda ham ancha nima deydi, kafillar terib qo'yilgan. O'zingizga mos qilib turib kuxonniy garniturlar olib kelsangiz bo'ladi. Bu joylarda svet, gaz, suvdan umuman muammosi yo'q. Uy egalarining aytishi bo'yicha o'sha shahar otopleniyasiga ham ulangan ekan. Xo'p, bundan o'tadigan bo'lsak, 6 ga 1,5 holatda balkon kutib oladi bizni. Balkonimiz mana katta. Bu yog'imizda esa o'sha akfa oynalar bilan qo'yib qo'yilgan 4-qavatda mazza qilib turib, pastni ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi zalimizga o'tamiz. Zalimizni ham ko'rsatib o'taman hozir. Mana zalimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Zalimizda ham xuddi shunaqa ta'mirlari yaxshi holatda. Bu yoqda o'sha balkonga o'tadigan oynalarimiz bor. Eshigimiz bor. Tashqarini kuzatib o'tirsa bo'ladi. Chiroyli holatda mehmon keladigan bo'lsa ham bemalol kutib olib turib, bu yoqda oshxona, balkon orqali bu narsalarni bu yoqqa olib kirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, o'sha aytganimdek boshida bo'lib to'lashga yoki bo'lmasam ipotekaga, kreditga har xil yo'llariga uy egalari berishyapti. Shuning uchun pastda raqamlarni qoldiramiz. O'sha raqamlarga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, uy egalari bilan o'zingiz gaplashib olsangiz bo'ladi. Xo'p, mana shunaqa bo'lib to'lashga yoki bo'lmasam Angrendan uy qidirayotgan tanishlaringizga videoni jo'natib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Chunki hamma ham bittada katta pulni yig'ib turib uy ola olmaydi. Ular uchun yaxshigina imkoniyat bo'lishi mumkin. Angren shahridan uylar qidirib yurgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling. Hali oldinda ko'plab videolarimiz bor. Balki bu uy bo'lmasa yoki bo'lmasa boshqa uy bo'lmasa, sizning orzungizdagi uy ham chiqib qolishi mumkin.